qabr ichida bir kun yashab ko'rgan bo'larmidinglar? Hozir men sizlarga o'limdan oldin o'lib ko'rish imkoniyatini ko'rsataman. Bu joyga kirishdan oldin albatta qoidalarni o'qib chiqing. Bu joyi nomi lahatxona. Bu joyga insonlar tiriklik vaqtida o'lim hissiyotini his qilib ko'rish uchun kelishadi. Agar siz ham bu narsani his qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, kelib ko'rishingiz mumkin. Bu joyga kimlarni kelishni tavsiya qilaman? Hayotda muammosi juda ko'p, qarzligi to'lib ketgan, bo'ldi, bu hayotda meni yashashimdan ma'no yo'q deydigan insonlar bir kun kelib shu joyda hayotingiz qanchalik ne'matlarga to'laligini ko'rib ketishingiz mumkin. Bu joyi manzili Ko'kcha qabristonining ichida. Bitta narsani iltimos qilardikki, kelganinglarda bu yoqqa ehtiyotkorona munosabatda bo'lib, har xil mana shunaqa yozuvlarni yozmasligini iltimos qilgan bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.